Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi svarka apparatlar do'konimizga MEK 250 bez gaz kemping svarkamiz yetib keldi. Ushbu svarka apparatimiz ham elektrod svarka, ham kemping svarka vazifasini bajaradi. Elektrodning derijaklari, masta kabellari komplektida bor. 3 ligacha elektrodlarni bemalol eritib berishga mo'ljallangan apparatimiz bo'ladi. Kemping svarkasi esa 1 kilolik bez gaz 0.8 lik 1 litr razmerdagi simlarni qo'yib turib eritsalaring bo'laveradi. Apparatimiz inventorli, pastoklarga ishlaydi. O'zini komplekti derijaklari, massa derijaklari, kabellari, alohida nasatkalari, maskasi, shotkalari chiqadi. Narxlari esa $95 dan, garantiyalari 6 oyga beriladi. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Ikki xil modelidan bor. Ikkalasini ham amperi 250 amperli, faqatgina farqi rangida. Bu ko'k modeli, bu qizil. Endi buni monitoriga keladigan bo'lsak, multi displey monitor bo'ladi. Bu bitta knopka orqali ishlaydi. Knopkada xolasalaring elektro svarkaga, xolasalaring kempingga o'tkazib turib, amperini, voltini legirovka qilsalaring bo'laveradi. Mana pastda kemping derijagida, derijagida o'rni, tabiatda elektron derijag o'rni bo'ladi. Narxlari aytib o'tganimizdek, $95 dan qilib beramiz. Komplekt holatda 6 oy garantiyalari bilan. Bez gaz uyda ishlataman, mayda-chuyda ishlarimni bitiraman degan akalarimiz uchun o'ta yaxshi apparatimiz bo'ladi. Endi menga ishlab chiqarishga katta professionallari kerak degan akalarimiz uchun ichkarida bundan-da katta modellaridan bor. Uragan 600, 750 lik, 1000 lik, Impulse har xil brenddagi variantlardan bor. Bular endi usta akalarimiz uchun, uyga mayda-chuyda ishlarga deganlar uchun bizda minilaridan ham mavjud. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kimga shu apparatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz.